qatga bor uzumlar mana. Alohida voshli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vosh. Bo'ldi. Bir odamni nomi, odamni, masalan, biror inson palonchi deb bilasizlarmi, qanaqa odam deydi. Shu yaxshi odam edi deydi. Mana shu narsa kelsa ham o'sha odamning yuzida bu narsa uchun O'zbekistonda yuzi umumiylashtirsak, O'zbekistondan chiqqan meva, O'zbekiston xalqini, O'zbekiston davlatini, Qirg'izistondan chiqqan Qirg'iziston xalqi davlatini yuzida bu. Kim qo'llaydi? O'zingizni yuzingizni chekkaga olib chiqib ko'pchilik orasiga kirib turib, siz qorani suykab yuzingizni ko'rsatishni xohlamaysiz-ku. Unda nima haqqingiz bor? Elingizni, yurtingizni ham shu ish qilishga-da. Biz qatti kilosi? Qirg'iziston. Qaylari bir xil mana. Ular. Mana o'zbek tovarlari turibdi. Shuni dimlamiz, ikki qatorli narsa bularga savol yasa olib kelmaymiz deyapti. Faqat bir qatorligini olamiz deyapti. Shu sifatli tovar nom nimaligini bilgan mana shu Yevropada Xitoy tovarlari bilan Eron tovarlari bilan eskidan ishlab kelayotgan bolalarda ular biladi-da, bular ikki qator olmaydi. Nima uchun? O